Farg'ona mashina bozoridan hozir legendani ko'rib qoldim. Bozorda turibdi, уже sotilib bo'libdi. Legend. Salon holatlarini qaranglar, qanaqa tiniq saqlash. 94-yil 3,5 litrli turbo dizeldi. Eng qizig'ini ko'rsatyapman. Qarang. Mana siklopaket. Orqadagi joylar ko'rsanglar, 94-yil lyukslardan. Qani, bismillah. Wow, ko'jani. Ay, sifatda bular faqat sifat. Lyuk, qarang, orqa o'rindiq uchun nima? Oynalar, orqa o'rindiqlar uchun patologlar. Освещенияsi ham o'sha dahshat. Endi hozir haydovchini o'rindig'iga o'tirib ko'ramiz. W140 1994-yil ishlab chiqarilgan zavodskiy AMG diskalarda. Endi buni navbatdan ko'ramiz, qani, bismillah. Avtomat. Bular vashi dahshat ishlaganda. Tak, holatni yurgizib ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hammaga nasib qilsin, mashina boshlaydi. Mashinamiz 255 ming yurgan ekan. Wow. Dizel ovozni eshityapsizlar. Dahshatli holatdagi saqlangan mashina. Rullar, ko'jalar, hammasi kачествоsi o'zi mashinani haqida gapirib beryapti. Bilasizlarmi? Endi tushib motorni ko'rsatamiz. Bitta полный elektroregulировка сидений, cruise control, klimat control, hamma qulayliklari bor. Evet, mashinani qamat 6 silindrli turbo dizel. Mashina aka, bu 2,5 tonna chiqadimi vesi? Vesi 2,5 tonna chiqadimi? 3 tonna. 3 tonna. Turbo dizel-a bular?Avash. Holatda. Xullas, bunaqa mashinani bunaqa saqlash uchun ancha-muncha hozirgi kunda pul kerak. Bunaqa darajada bo'ladi. O'ta dahshat. Kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa mashinalar har doim chiqavermaydi.